Ey, mana shkaf turishini qara. Eskirgan. Almashtirish kerak. Bo'lmaydi. Spalni ham yetib kelgan. Almashtirish kerak. Chirigan. Televizor ham ishlamayapti. Birak. Yetib kelgan. Eshik ham chirigan. Almashtirish kerak. Yo'q, o'zi bu uy menga yoqmayapti. Ketish kerak. Dadasi? Ana spalningizdagi shkaf bor-ku, o'sha chirigan, eskirgan. Tezda almashtirish kerak. Mayli. Almashtiramiz. Ishtahana karniku. Xonamizdagi kravat g'irchillab yotibdi. Almashtirish kerak. G'irchillashi yaxshi emasmi? Televizoringiz ishlamayapti, eshiklaringiz g'iqillab qolgan. Hammasini almashtirish kerak. O'zichi bu mebellarni to'yimizda qilgansiz. 5 yil bo'ldi-ya. O'zi hech qayerda ishlamaydi. Gugurtchi pamab kelmaydi. Lekin 50 millionlik narsani almashtirish kerak deydi. Ha, indan keyin. Indan keyin kelin. Sizni ham mana kelin bo'lib tushganingizga 5 yil bo'ldi. Nima? Sizni ham bir yangisiga almashtirib yuboraylikmi? Yo'q, jon, unaqa emas. Ha? Bu jasorat qayerdan? Hamma narsa yangiday turibdi-ku. Endi oyjon, Instagramda bir ikkita blogerlarni ko'rdim-da, uylaringizni cho'tki qilib oling, mebellaringizni almashtiring deyishdi. Agar eski mebellaringizni tashlasangiz, yangisiga yo'l ochiladi deyishdi oyjon. Kelin, siz avval yo'lingizni mebelga emas, farosatga oching. Oyi, yo'q narsaga yo'l ochsa qanday bo'lar ekan? Endi oyjon, Instagramda har xil blogerlar ko'raman-da, hayoti yaxshi, uylari zo'r, sayohatlarga chiqadi, erichi mashina uy olib beradi. Bizdachi hech vaqa yo'q, faqat g'iqillagan eshik, buzuq televizor bor xolos. Oyi, buningiz kimdandir motivatsiyani itini olibdi-ku, ha? Kelin, shukr qiling. Uncha-muncha oiladan yaxshi yashaymiz. Instagramdagi soxta hayotga ishonib, o'zingizni chiroyli oilangizni qilib qo'ymang. Oyi, buningiz bilan anoni o'rtasida. Ayyo, unchalik o'rtasida emasman. Endi rost-ku, jon. Kelin, Instagramni kamroq tuting. Mundoq bolalaringizga qarang, eringizga qarang. Vaqtingiz qolsa, menga ham qarang. Ha, eriga ko'proq qarasin. Suyilma yo'l, suyuq. Turuningdan, Wi-Fi'ni pulini to'lab ket. Soat 5 da Otabek Sharipov vayn qo'yadi. O'shani mazza qilib ko'raman.